Assalomu alaykum. Padmayak deyishadi, lekin uni qandayligini ko'rsatib berishmaydi. Qay holatda ishlatiladi, qay holatda suviladi, oddiy suvdan qanaqa farqi bor bularni hech kim uni ko'rsatib, ish jarayonini ko'rsatmaydi. Biz so'z aytamiz, mana padmayak degani mana shu bo'ladi. Mana shu mayak bo'lgan ip ko'ryapsizlar. O'yi oxirigacha bittaligini, ya'ni ikkita o'ydamiz. 20 metr, 25 metr joy. Bitta liniya chiqadi, pastiga ham tortilgan. Bir devorga baland pastga qarab 3 ta yoki 4 ta tortiladi mayakdan. O'zbekskiy mayak, ekonomishniy. Mana shu holatda endi uzunligi bir xilda bo'ldi. Tekisligi, ustdan alkofon, tunkofon hammasiga aytib beradi. Mana sho'r. Pastga sho'r tashiradi. Bu tomon ham bir xilda chiqadi. Ya'ni liniyasi ham o'zi ham bir xilda chiqadi. Qancha qalin yesa shuncha suviladi. O'zi mana shu joyimizdan bir 10 sencha bor. Bir xil. 10 sencha ham chaplanadi, 20 yesa ham chaplab chiqiladi. Bundan 20 gacha ba'zi joylar 3 sen, 2 sen yeydigan joy ham chiqadi. Ikkisi yo'q qish qurilganiga qarab. Shu holatda padmayak. Mana o'zi profil qo'yib, mana shu holatda qirib tushiladi. O'rtasiga berib.